Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana Husayn PUBG. Bugungi videomizda biz qanday qilib Chustwit'da zajim qilishlarni o'rganamiz. Videoni ko'p cho'zmasdan unda boshladik. Aytgancha videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like hamda qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Agar shu videomiz 100 ta like yig'sa, men 325 yillik konkurs boshlayman. Qani bo'lmasa haqiqiy videoni boshladik. Oramizda ko'pchilik Chustga e'tibor bermaydi. Ba'zi birlar streamerlar, ba'zi birlar TDM'lardan Chust olib o'ynayveradi. Bu unchalik yomon emas, bu yaxshi, chunki streamerlardan, TDM'chiklardan Chust olib o'ynasangiz bu sinalgan Chust bo'ladi. Lekin Chust ham har xil bo'ladi. Chust oldim deb yurish juda katta xato. Chustni qo'yib o'yiningiz ham unga tushishi kerak. Masalan, 120 FPS li Astromoyning Chustini olib 45 FPS da o'ynab turib o'zingizni Chustingizga o'rnataversangiz, bu sizga umuman ish bermaydi, chunki u 120 FPS Chusti bilan 45 FPS Chusti boshqa bo'ladi. Agar sizga videoni davomi kerak bo'lsa, 50 ta like dan keyin davomi chiqadi. Agar kommentariyaga necha FPS da o'ynasangiz, o'sha FPS ning nomini yozib ketsangiz, men sizga ajoyib Chustwitlarni tashlab beraman. Video yoqqan bo'lsa, obuna, like hamda qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar.